Qarang ağa, 0.5,5 sekund tashqat deb tursiz. Lekin mana bu narsa bilmadim uni ağa. Beton kiyasi qaraldan mashina yana ketincha yuvarali. 715 ham yomon emas ağa, o'zingiz bilashingiz. Lekin bundan kuchliroq variantini olib chiqing ağa. Ertaga bu azizada marka mashina chiqmadim deb men xatab o'tirman. Bundan zo'ri bo'lmang o'shanda. Bundan zo'ri bor ağa. Bundan zo'ri bor. 4-5 sekundda yuza chiqadi uni baychamda. Xalosa shu bilan Görtü var hem akıl ağa gitti. Ağa bu mashina rengi dim qo'rqinchli-ku, mana buni qara rengi. Bu dekberlik teslim bo'lgan mashina o'xshamaydi bu. Ve bu mashinalar shu spravka ekan ko'rsatishim. Bu bilan qo'shib bilmasangiz hozir. Bu mashinalar sotiladigan bo'lsa, buni pullari bilan donishtiring qaraymi? Bu Forting E7 deb aytiladi ağa modeli 310 milyon turadi. Yurib bosib o'tadigan kilometr esa ponni elektromobil 555 kilometr yuradi. Ponni zaryad. Ağa. 50% to'lasa 2 yillik kredit hamma, rastroshkasi hamma. Yan tarafda crossover varianti bor ekan, baland variant. Bunda ağa baland varianti bor ağa. Bu общий zapas xoti bilan gibrid deb hisobla. Zapas xoti bilan 1300 kilometr yuradi. 325 milyon. Bundan ham shunday. 50% to'lasalar 2 yillik krediti bor, mana chiqarib beramiz 2-3 yil. Yan tarafda Bantarafda seminli aileler için ağa. Aileler için koyulgan. Ağa bu maşinimiz Koala Espro da aytiladi, seminliler için, aileler için. Bu maşinimiz 289 milyon duradı. Bunun ponni elektromobil. Basıp ötadan kilometre 520 kilometre. Общий basıp ötadan kilometre. Bağım şimdi 2 eğer 50% töleseler 2 yıllık rastroshkasi var. bu mashinam polni gazoviy panorama, kojini salon, afishkalar ham koja ekan. Bir yan taraf eshigi, oddiy mashinalar eshigi, bir yan taraf eshigi. Bantaraf Pul chiqarsalar ekan, pul qanamasalar ekan, bir yan taraf eshigi. Yoki bu avtosalon lokatsiyasi bir yan taraf Gurlarni yo'li, Sputnik svetofor hamma doniydi. Shu svetoforga yetmay, shunday o'ng qo'limizda joylashgan bo'ladi. Shu katta zdaniya shu yerda ishlar bo'ladi. Bir tarafda avtoalam, bir tarafda Kapital Bank. Shunday lokatsiya ko'rinib turibdi. Bemalol kelib turib mashinalarni xarid etaverasizlar.